أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ağızlaştın mı? ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني ولا إلى والد غني صغير ولا إلى ولد غني صغير ولا مملوك غني ولا إلى بينهما ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل. Biz hem de aldığımız dersimizde zakatni qayaga ve kimlarga berishniki ustida to'xtaldik. Yani 8 o'ringa berdik ekanmiz. Qur'oni Karimninki ta'limotiga asosan zakatimizni, yani shu zakatni shu o'ringa bersak, o'changizda shu zakatdan iborat bo'lgan bu ibodatniki o'zini o adam ne qilgan bo'ladi, gadindan ado qilgancha bo'ladi. Endi shu zakatni qandoq kishilarga bersak bo'lmaydi endi. Mana hozirgi darsimiz mana mushniki ustida bo'ladi. Endi zakatni qayerga berishimizniki ustida Qur'oni Karimda Alloh taolo 8 o'rinni berketgan, shu yergacha berish kerak. Endi berishga bo'lmaydigan, zakatni berishga bo'lmaydigan tövende bir qancha o'rin va yerlar va kishilar va bu kishilarga bersakchi bo'lmaydi. Mana bu kishilarniki bermaydiganligini o'zini, bermaydiganlikqa bersak bo'lmaydiganligini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki hadisida bunicha degan. Shu hadisga asosan ulamolarimiz shu hadisni asos qilib, mana zakatni mana bir qancha yer va kishilarga bersak o zakatniki o'zi ado topmaydiganligi, uni agar ashuna qilib turib berib qolgan bo'lsa, o zakatni qayta berish ekanliginiki ustida to'xtalgan. Endi zakat beruvchi odam o'ziniki zakatiniki o'zini zimmiga bermaydi. Yani zimmi degan, yani İslami devletniki kafir puhrasi. Yani kafirga, mushrikka, İslam dinimizga e'tiqod qilmaydigan, musulmon bo'lmagan odamga bu zakatni berishga bo'lmaydi. O qat'iy nima emas, o durustchi emas. Endi çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umirtu en ahuzaha min aghniyaikum ve aruddaha ala fukaraikum degan. Allah Teala meni zakatni sizninki baylarınızdan elib, sizninki kemballarga mana berishni, shu yerga qaytirishni Allah manga buyurdi degan. Unda o'ndan sizning baylaringlar va sizninki kemballarga degan bu yerda xitob kimga bo'ladi? Musulmonlarga bo'ladi. Unda o'ndan musulmonga bu ahkam xitobchi emas. O nima zimmi odam degan. O zimmi avval kafirlarga xitob bo'lgani oldidan nima o iymon etish. Men musulmon bo'lish, uningdiki bu ahkamlarniki hukmi o odamlarga keladi. Ana o'ndan mayda payg'ambar mana sizniki boylaringizdan elib ularni mana kambag'allaringizga beramiz degandan ham sizlar degandiki bu yerda xitob musulmonlarga bo'ladi. Ana o'ndan musulmonlarniki ichidagi chiqqan, musulmon bo'lgan mana Qur'oni Karimda degan şu fakirlerge nima qilamiz beramiz. Bu yerda zimmi degan nima emas, o muhatapchi emas. Muhatap uning ichiga kirmaydi. Kirmagandan keyin bu zimmi kafir, mushrik, ateist, dahrizm deganidek va undan boshqa islom diniga e'tiqod qilmaydigan har qanday bir dinga, botil dinga e'tiqod qilgan o kishiniki o'ziga mel Yahudi olsun, Nasara olsun, unuga nima qilolmaydi, bagirichi bo'lmaydi. Endi Veyna zakat verilmeydi bayga zakat nim qolunmaydi bagirchi bay adamga bagirchi bo'lmaydi deydi. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem la tahillu sadaqatu li ganiyin.
Meni zakatniki o'zi boy odamga halol bo'lmaydi degan. Endi bu boy degan kim? Bu yerda boy bo'lgan odamga bagir bo'lmaydi deganning o'zidan endi o odamniki zakat berish imkoni bor. Ya'ni o odamniki o'zi zakat berishga meni qurbi yetadigan, ya'ni o zakat berishga tegishli bo'lgan puli nima qilgan nisobga yetadi ekan. Ya'ni o odamniki masalan 4,5 dollar atrofida pul bor ekan. Shuning qarshiligida yoki yerlik pul bor ekan, masalan 40,000-45,000 lira pul yoki olmaydi riyal bor ekan, yo rupiy bor ekan, yoki dinar bor ekan deydi. Masalan junay bor ekan, masalan yoki boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, u odamning o'zida mana bu 3,5-4,000 dollar, 4,000 euro atrofida pulchi bor ekan. Mana bu odam islom bu odamning yadiniga zakatni elish emas, zakatni berish vojib. Anda o'zikin islom dinimizdagi boy odamchi mana bu. Ammo o boy endi bir qancha martaba bo'ladi. Endi biz boy deymiz, mana ba'zi odamlarniki mana zohirda qarash vaqtning o'zida boy ko'zi boy ko'rinadi. Ammo mohiyatda o odamniki qo'lida zakat belgidek bir narsa yo'q. Men uni bilsakmichi bo'ladi. Chunki ko'rinishda unda boydak yashab, masalan, qanday chunki o odamniki turmushda yashash, qanday yashashniki o'zi o odamniki turmushga bo'lgan qizg'inligi va mahoratidan keladi. Hem o odamniki ratlik va pokizlikdan keladi. Endi bir odamniki jiq pul bo'lib, shunda odamlar bor. O pulniki hech qanday bir asir ko'rinmagan. Yani şu pul boy olsa boyligi o odamniki ya uchsida, ya kiyimida, yoki olmaydi uyda, yoki boshqa bir narsaniki o'zida bu ko'rinmagan ashundaq nimalar bor, boylar bor. Bu asli bundaq qilish nima emas, to'g'ri emas. Bu Allohning o odamga bergan ne'mati bo'lgandan keyin shu ne'matniki o'zida ozroq bo'lsa o'zida nima qilish kerak? Uni uchun ko'z tutish kerak. Chunki Alloh taolo va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Ammo Alloh taoloninki sana bergan ne'matniki o'zini sen nima qilgan? Uni da. Onun uchun so'zlab ber. Alloh menga ne'mat berdi, undaq qildi deb so'zlab bildirish orqali uqtu degan mening mazmunda nima bor? Oyat bor. Endi bir odam boydak nima ekan ishlaydi ekan, ishlab o odamniki ammo o'sha boydak ko'rib, ya'ni maoshi ubdan ekan deydi. Masalan, u ya bu yaniki o'zida. Ammo maoshi ubdan bo'lgan bilan, lekin u maoshniki o'zi bu o'ydagi jon hisobi qargan vaqtda jon jiq. Bakıdağı adamcık. Ama o adamga o pul nima qilmaydi, yetmaydi. Men yetmasa uçağını ishlab turib yetmagandikin uçağınki üzden men o adamning o'zi ham nima bo'lgan bo'ladi, kambag'al bo'lgan bo'ladi, ammo urf odatda voy boy desam, ba'zi vaqtning o'zida 4-5 dollar, ba'zi vaqtning o'zida 3-4 euro bunda pul kirib qoladi. Kirib qolgandan bu adam boyib ketmaydi. Bir kirib, bir yo'qab, anda qoldikin o ishladigan yeri jiq. Anda oldiki bundaq bir yer ekan, bundaq bir boyninki o'ziga men bersak nima bo'ladi, uçağınki o'zida duruşçu bo'ladi deydimdi. Endi vayna zakatniki o'zining bir balig'iki boy, kichik bir balig'i nima qilinmaydi, uni chu belgida chu bo'lmaydi deydimdi. Endi bir balig bor ekan. O balığınki o'zi kichikkan ammo boy ekan. Boy bo'lgan bo'lsa, bunda bir zakatniki o'zini mana u odamga bersak nima bo'lmaydi, vojibchi bo'lmaydi deydimdi. U yerga o balığınki o'ziga bersakchi bo'lmaydi. Ammo kichik balığınki o'ziniki boy olmasa, kambag'al bo'lsa, o'changizda ota-onangiz bo'lsa, otasi boy bo'lsa, uni nima qilolmaydi, belgilichi bo'lmaydi. Yoki boyninki balasiga kichik boyninki balasiga kichik balasiga boyninki kichik balasiga belgili olmaydi. Chunki o boyninki kichik balasiniki o'zi o odamga nisbatan, o balaga nisbatan nima bo'ladi? Otasi boy bo'lgandan keyin o balasi boy bo'ladi. Ondan buni nima qilamiz? Unga men bersakchi bo'lmaydi deydimdi. Endi o boyninki balasi kichik bo'lsa, uni bermaymiz. Ammo balog'at yetmagan, oydan orib chiqmagan bo'lsa bermaymiz. Ammo boyninki balasining o'zi nima ekan? Cho'ng ekan.
cho'ng bo'lib, o'chaniki o'zida balog'at yetgan, uyini orim epib ketgan, ayirib ketgan, bunda bir boyning bolasi bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida u boyniki bolasiniki o'zi nima ekan? U kambag'al ekan. Kambag'al bo'lsa, o'chaniki o'zida shu boyninki bolasiniki cho'ng bolasi bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida buniga bersak nima bo'ladi? Durust. Chunki o odamniki o'zi cho'ng bo'lgandan keyin o boylik o nima jihatda ota-onasiga nima qilmaydi, tabi olmaydi. Ya'ni bu otasi boy tursa, bu cho'p turib, bu bolasi kambag'al bo'lib ketdi, undan o'zi otasi boy bo'lgandan keyin baxsun deyilmaydi. Chunki islom dinimizda mana o'zi balog'at yetgandan keyin, uy orib qolgandan keyin har narsaniki o'zida bola degan o'zi tepib, o'zi xashlashi kerak. Bu bolaninki nafaqasiniki o'zini ota-onasining gardiniga berishning vojib bo'lishi bola faqat kichik vaqtda. Balog'at yetmagan vaqtning o'zida, u ishlayamagan vaqtning o'zida, og'riq vaqtning o'zida, shu vaqtning o'zida onanikin ota-onasiga shu bolaninki nafaqasini berish vojib bo'ladi. Ammo u bola qanday qilibdi, cho'ng bo'libdi, balog'at yetibdi, bir ishni qila oladi ekan. O'shan o'zida ota-onasiga mana o ya'ni og'rimabdi, uyini og'rib chiqmagan bo'lsa, o'shaniki o'zida o berish kerak, ammo og'rib ketgan bo'lsa, o'shan o'zidan bir ishni qila oladigan ish va mundaqan bo'lsa, o'shan o'zida u bolaniki nafaqasini ota-onasiniki gardiniga berish vojib emas. Ammo mesela bulupmu qiz bola masalasiniki o'zida, qiz bolaning masalasiniki o'zida shu to'y qilib, ayirib chiqib ketgan qadar shu nafaqasini mana shu otasi nima qildi, berdi. Otasi cho'p berdi. Qachoniki qiz bolaniki o'zi otasidan to'y qilib, eriniki uyga chiqib ketdimi, o'chal ayrilib ketdi. Ayrilib ketgandan keyin o'chal otasiniki gardiniga o qiz bolani beqish vojib emas. O qiz bolani boqadigan odam kim u? Eri, ya'ni xo'jasi boqadi. Xo'jasiniki gardini beqish nima bo'lgan bo'ladi? Vojib bo'lgan bo'ladi. Yana zakatniki o'zini berish qat'iy durust olmaydi. Mana belgichi bilan og'uchining ikkisidagi o'ttirsida nima bor ekan? Mana vilodat tuqqan joychilik bor ekan. Ya'ni tug'ish va tug'ilish. Mayli üstün tarafta olsun, mayli past tarafta olsun, şu zakat ağıçına belgeçiniki oturursadaki bu tuqqandachilik vilodat. Yani o adam a balını ne qıptı, tuğuptu. Ma balını a adam ne qıptı, balı suptu. Men muşunuğa berishga bo'lmaydi. Yani bir adamniki o'ziniki pushtida tushgan balisiga, navrisiga, chavrisiga. Shuningdek o adamniki dadisiga, onasiga, shuningdek dadisining nemisiga, onasiga mana qat'iy berishga bo'lmaydi. Vilodat bo'lganlik. Ammo vilodat emas ekan. O'tirda bir-birisi tug'ishdan iborat bo'lgan bu chatadigan bu narsa yo'q. Masalan, o adamning nemisi bor ekan, akasi bor ekan, inisi bor ekan, ochisi bor ekan, singlisi bor ekan, tog'isi bor ekan, hammachisi bor ekan, hamma tog'isi bor ekan. Mana navri tuqqanlari bor ekan. O'shaning o'zida ular shu zakatni erishga ehtiyoj bo'lib qolgan bo'lsa, shu shart tushgan bo'lsa, o'shaning o'zida u zakatni ulug' bersakchi bo'ladi. Chunki u tuqqan bo'lgan bilan şu ikkisidagi o'ttirsida qarobat, ya'ni vilodatdan iborat bo'lgan bu tuqqandochilik yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin ham uning ustiga bu odamniki masalan shu yerga nemisi tog'isi, aka inisi, och singlisniki o'zini beqish nima bo'lmaydi, vojib bo'lmaydi. O'shaningizda o akasi, inisi, tog'asi, tog'isi hammasi ayrim bir mustaqil bir odam. O'zining turmushini o'zi boqalaydi. Unda o'g'andan keyin bu mecburçu emas. Ama tuqqandachilik yuzidan ashundaq vojib bo'lmasa men baxmasam bo'lmaydi deb ashtaq qilish noit deymi o yaxshi ish. U ben baxmasam bo'ladi ekan deb unga nafqa bermaydigan, men unga uchun qaramaydigan, turmushga undaq qilmaydigan, qat'iy rahmat qiladigan bundaq bir ishniki o'zi islom dinimizda pek ig'ir nima o gunoh. Mana islom dinimizda tuqqandachilikniki eng nemisi, eng mustahkam, eng chin mana ota bolalik. Mana tug'ilish. Yani atası, apısı bir olgan, muşu ikkisi tug'ilgan, muşu adamniki o'zi eng yaqin tuqqan bo'ladi. O kim bo'ladi? O adamning atası bo'ladi, apısı bo'ladi. O adamning bolasi bo'ladi, qizi bo'ladi. Mana muşu qizning qizi, o'g'ilniki o'g'li, dadisiniki dadisi, cho'ng apısiniki cho'ng apısı eng yaqin tuqqan bo'ladi bular. Uningdan keyin şu erninki
nima erniki mana otisi erniki mana inelari otisinglar en yaqin nima o tuqqan. Uningdagi anadaki 3-daraja turulgani anadaki nevra tuqqanlar bo'ladi. Mesela nevra otisi apisi ninki yalaki otisi bilan otisiniki akillarining ya otisiniki otisinglarning balasi bor ekan. Bu 3-daraja turgan en yaqin nima tuqqan. Eğer tuqqan dachilik nimasidan aş adam o'zi kichkina bir ishni deb o'ttirda adovat bog'lab gaplashmay yoki bir-birimiz mehr muhabbat qilmay bir-birisidan aloqa qilmay bundoq qilsa mana qat'iyatur rahmatdan iborat bo'lgan bu gunoh kabirga nima qiladi kirdi. Bu nima o kirdi. Endi nima ish qilganda agar adam o'lib ketgan bo'lsa u odamniki meros ya'ni puruz isbat deydigan olib bo'lmagan bo'lsa o odamning kelib qolgan milg'a men shu nima kelib qoldi navri tuqqanlari varis bo'ladi. Shunda nima o varis bo'ladi. Undan boshqa bir jinoyat binasi o'tkazgan bo'lsa o'chani isbat deymiz. O'chani o'zida ya'ni oqila deydi. Osh odamning osh tuqqanlarininki o'zi mesela qazi kirib qoldi deb jinoyat o'tkazib o'chani o'zida qazni to'lashga osh navri tuqqanlarimi uning ishiga bo'ladi daxil bo'ladi. Anda o vakit İslam dinimizde men o'ttirdiki shu tuqqandochilikniki o'zini yaxshilash, aloqani davomlashtirishdan iborat bo'lgan. Mana bu davomli ko'rishib, mehmon qilib, hadiya qilib, boshqa ko'rish bormi yo'qmi deyishniki o'zi bak cho'ng bir ibodat. Nima o cho'ng bir ibodat? Bu noyati cho'ng bir nima ibodat? Cho'ng bir nima o ish. Buniki agar unda qilmasa cho'ng bir xatar, cho'ng bir xato bir ishni cho'qqan bo'ladi. Ve yine bu zakatniki yüzniki ayağlığa bir işki bulmaydı. Mana ayağlığa. O adamın ayağı varken, benim ayağım kembeğalti, ben bu zakatımni ben ayağımı bersem bolamdı dep ayağlığı birip qaz bulmaydı. Çünkü ayağınınki yüzün ayağı qalğandayken o adam ayağı bolsa, ayağınınki nafaqasını akishniki gadiniki berish nima o vacip. Tamam o vacip bo'ladi. Endi xotun aldım degan gap, nim degan gap? Xotun aldım degan gap nemeniki o'zini, ya'ni ikkinchi bir odamning qizini otasiniki uydan men elib oldim deb ko'tirib elib men uyimga akeldim degan gap. Tamam uyimga akeldim degan gap. Uyga akelgandan keyin u odam qanday bo'ladi? Shu to'y qilishdan burungi shu qizninki butun nafaqasini ota-onasi qilgandek, to'y qilgandan keyin butun nafaqasiniki hammasini kim qiladi? Men eri qilib berdi. Bu nafaqa degan nima asosan? Yemek, içmek, kiyim-kechak, turog'i joy. Mana uning ehtiyoj bo'lib qolgan bir narsa shu asos shu. Shuni uchun qilib berdi. Bu undan bo'lgan ekan, u odamniki beqish vojib bo'lgan odamniki o'ziga, yana u zakatni bersak, o'chaniki o'zida kimga bergan bo'lamiz? O'ziga bergan bo'ladi. U ayoliga bersa, ayoli uyning ishlatgandan keyin yana nima yedi, o'ziniki o'zini o'zi yegan bo'ladi. Bu nima emas o? Durustchu emas. Shuningdek ayol kishiniki o'zi boy bo'lib, eri kambag'al bo'lsa, u chaniki o'zida bu ayol kishi o'ziniki eriga berishga bo'lmaydi. O'zining eriga berishga bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki erniki ayolniki nafaqasini berish vojib bo'lgandan keyin, u ayol zakatni eriga bergandan keyin erini shu ayolga beradi. Undan o'g'andan keyin o'ziniki zakatni o'zi yegan bo'ladi. Bu durust olamda durustchu bo'lmaydi. Endi yeni zakatniki o'zini mukatabga berish olmaydi. Endi hozir mukatab Hashimi degan tuqqanlar bu yo'q. Mukatab hozir qulluq davri bo'lmagandan keyin hozircha yo'q. Ya'ni mukatabga berilmaydi degan. Endi desak, burungi qulluq davriniki o'zida yana xo'ja, yana qulniki egisi bilan qul ikkisi deyishidi. Masalan, o deydiki, adam qulga masalan 5000 ya 10000 so'm Mana nima qilib teppasan bir yilning ichida men seni ozod qilataman deydi. Ikkisi kelishidi. Bu nima deymiz endi mukatab, ya'ni tutishgan kishilar degan gap. Unda o'g'andan keyin bu odamga u zakatni berishga bo'lmaydi. Chunki mukatabniki qo'lidagi narsa agar u odam pul topamsa bir yilning ichida, ya'ni qaytida u odam qulluqqa yenib keladi. O'changizda mukatabning qulluq pulining hammasi xo'jasiga yenib keladi, boyga. Unda o'g'anlik bo'lmaydi, durustchu bo'lmaydi. Endi yeni birisi zakatni berishga, yeni bir
Haşimi'ye beriş olmaydı. Yani Beni Haşim, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sulalisiga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sulalisiga berişkiçi olmaydı. Hem de hazır Peygamber aleyhisselatü vesselam sulalisi var mı? Var. Bu mesela Araplardan ve onunki etrafındaki devletlerde buluşu mümkün. Lakin şu sulalınki üzeri aniq nesep bilen ispatlansa o adamlarga zakatni berişi olmaydı. Bizim raylarımız yok Uygur'un içinde. Mesela bizim raylarımızda o hocimiz, andahmış, mandahmış, Seyyid evladıymış dedi. Seyyid evladı hem hoca diyen gapın üzeri peygamber evladı diyen gap. Hem de peygamber evladı qandaq bizim rayı bulup kalıdı. Hem de belki burunki devrinki üzeri aşındaq ya birisi maya kirip ya kul ya ki uruş kılıp ya ki aşındaq bir ya kapını kolup çıkıp kirip müşnaq kılışı arıqıp mesela bizim raylarımızga ma'lum cihati berip kalishi mümkün. Ya ki bir ilim tiyiş yani eliş ya ki tiyiş meselesindeki üzere bir Haşiminiki, Peygamberimizdeki nesleden boğan, puştuda boğan bir adam tiyip kalgan buluşu. Ya ki bir puştuda boğan bir ayol birisi Uygur'dan birisi ip kalgan buluşu için mümkün. Şu arkalık anıdayken, kandak oluduyken, şunundur tuğulgan balının üzeri o ne oldu? Hoca oldu. Seyyid evladı oldu. Yani bu. Eğer muşu tespit kıp kalsak, resmi aşındak bolsa, o çanın üzerinden men bulağa ne olunmaydı belgili bulmaydı. Çünkü neymiş kan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna diyen. Biz zakatını yemeyimiz diyen. Peygamber bizim cemaatimiz yani benim cemaatim zakatını yiyişke bulmaydı. Çünkü zakat diyen kir diyen. Junta diyen. Şu %2,5% nesi var o? Kir o. Junta. Yani 97,5% nesininki hemmini pakizlesak şu %2,5%'ni andaki supun boludu o. Onu bersek andaki 97% o malınki üzü bizge pakiz oludu. Mesela 40 koyununki üzüden 120 geçerek bir tal koy versek şu koyunun hemmisi onu pakiz oldu. Eğer o koyunu beğenmesek ya ki %2,5% nesini beğenmesek o çanınki üzüde ma kirninki paskına ma jundunun üzü ne deydi o? Şu pulumuzdaki hemmisi paskın koydu. Peygamber şuna diyen bu kir diyen. Kir oğlanı biz peygamberninki nesibi peygamberler cemaatinki üzü biz pakiz oğlanı onu ilişki çok bulmaydı diyen. Şunun için zakatını amalba nem kılması gerek, alması gerek. O adam zakat belki adamniki de işlep, tepip, hareket kılıp, ticaret kılıp, doğru yolu bilen o adamı hemme mene azat saq oğlandikin, adam bay oğlandik, o adamın bay oluşu imkanı var. Bir adamın kaçkın möhtaç olup, jundununki üzerine zakat alımen dep, aşındak öşür zakat alımen dep, aşındak katarısı oturup, nerede bakı dep, izdep yürüp, aştak kılıçtaki üzeri, o adamınki aşı, yine bir bay pulva adamınki jundusunu yedi diyen gep. Bu diyendek nememez o, dursamaz. Ama Peygamberimiz junda kir oğlan bilen ama kembegal adamın nememez o, yine bir tarafta kiremez. Çünkü kembegalninki nemesi Kur'an-ı Kerim degen 8 urunninki şu adamninki %2,5'sini 8 yerdeki kişilerninki 8 urunninki hakkı o. Şuna aşı hakkını o zakat verdiğin adam beğenmese kandak oludu? Haram yiygen buludu. Kandak oğurlap, bulap, aldap, yalgan gap kılıp verdiz tutmay. Mene tunguzun güçünü, harakını işte ise bu haram boğandek. Şu zakatın bir imkanı bağ turu koğun. Nisabı yetken turuqu o adam %2,5%, 2,5 koyunu, 2,5 somni beğenmese, o çalın üzerinde bu adam kembeğalın hakkını yivagan buludu. Şu bu nime o? Haram. Men muşundak zakatı beğenmeyin o adamniki üzeri. Mesela tağdan çıkan, yer astı çıkan baylık diğerlerinin üzerinde 5'ten 1'ini vermesendi. Mesela kaç teşi deyimiz. Kaç teşi var onun da başka altın, gümüş. Diğerlerinde muhim baylık. Var onun da başka nipit. Var onun da başka yer astı her xil ilmin ıtlabı. Şununki üzerinde kandak kılıdı? 5'ten 1'ini verirdi. 5'ten 1'i o adamın hakkı emas. O adamın hakkı olmagan için o adam 5'ten 1'ini beğenmese, men taptı bunu kolab. Onu men şu acabada tatdı dep unda qıp qalgan bolsa, eğer aşını bilip turup, mening hakkımda men nemişki beraman dep aşınki Kur'an, hadisda, men fiqh kitaplarda ehli ilmi hemmeni nem qıptı, tushundiribdi. Hem o'qibdi, bilibdi.
O şunda dep inkar bermese dinden çıkıdı. O namazı okuğunu o beka o. O namazını okuyuverdi yani adam kapkar okumaydı. Ama o dünyada hiç kanı bir neresi yok. Şunun için şu yer astıdan çıkan baylığının ki 5'ten biri o adamın hakkı emez. 4'te hakkı o adamın halal. Ama 5'ten biri o adamın nemesi olmaydı o, hakkı olmaydı. Mene muşu nersinki üzü kemgallarınki ve ondan başka İslami devletinki nemesi o hakkı olganlıkın eğer onu beğenmegen bolsa o çağınızda iyi günahını. Ama sel qaraptı. Bermen de anda qilib mında qilgan bolsa, oniki farz ekanligini bildikan, zot berishning haq ekanligini. Ama sel qarab, voy ana mana deb unda qilgan bolsa, o çağının o'zida bu sel qaridi deb o çağının o'zida bu jinoyat eng og'ir gunoh, kebir bo'ladi. Ama tövbe qilish shu qadar qiladi o adam. Men tövbe qildim deyish uchun shu adam qancha yildan tortib zakotni bermadi. Şunu aniq bilgan bolsa, şu her yılniki pulunu hisoblab zakotni berib o'tish kerak. Eğer o adam men tövbe qildim desa, yer osti topgan boyliqniki o'ziniki 5'ten birini, men necha vaqtdan yoki men uqmayman işte ishlatibdiman degan bolsa, shu 5'ten birini hisoblab o adam falan vaqt man topgan, mancha olgan, mancha hammani hisoblab joyiga uchib berib o'tish kerak. Oniki bu adamning tövbe bo'ladi. Ama o haramni yasini yeb turib, ondan ben tövbe kıldım deb namoz okup dikildap berip haj kıldım deb nima qilsa, u maqbul emas. Ama kişilerin otursa maqbul. Biz hacim deymiz, o yaramiga verip geldi nima deymiz. O biz namoz oku deymiz. Ama onunki aşkara ve sırrını kim biladi? Allah biladi. Allah bilgandikən o dunyoga bu adam oy namoz oqyapti, oy zakat beradi, haram beryapti qarab baqsak, onun qatarida o emas. Qarab baqsa dozak kirib qolgan. Nimishqa? O yerda bo'ladi. Bu yerda o ma degan dunyo nima? Erkin dunyo, silaq. Qanday qilsa o'zi ixtiyori, o haqiqatan hammani Allah Qur'oni Karimda Payg'ambar hadisida deb qo'ydi meni. Andiki bu nima keladi, uniki jazo keladi. Endi yana zakatni berishga bo'lmaydi. Kimga? Hashimiyga mansub bo'lgan kishilarniki ozatgan qullarga. Mavla deydi. Mavla degan, ya'ni bir odam bir qulni ozatgan bo'lsa, ozatgandan keyin ozat qilgan qul o odamning mavlasi bo'ladi. Yani Mevla degan gap, eğer azat qilgan qulniki o'zi, uniki tuqquni olmasa, uniki merosi azat qilgan odam bo'lib qoladi. Buni shu Mevla deydi. Unda ondan keyin Payg'ambar alayhissalatu vassalamniki, shu nasldan kelgan tuqqanlarniki, ya'ni naslniki, balvoqlarniki, shuniki azat qilayotgan qullarga nima qilmaymiz, unga zakot berishga bo'lmaydi. Mana mundaq narsa u. Shu zakot ubdan narsa shu emas. Yani ubdan narsa emas deganda ehtiyoj bor turuqliq amman demoqchi emas. Yani Payg'ambar o'zi dedi, o'ziniki nima yani kir dedi, avsaqun nas dedi Payg'ambar. Xo'sh, unda o'ldikin men bu zakotniki o'zini mushu yuqoridagi mushu bir qancha o'ringa berishga shu bo'lmaydi. Shuningdek, yuqoridagi ana zimmiga berishga bo'lmaydi debdi. Zimmi kofirga berishga bo'lmaydi. Tamam, kofirga berishga bo'lmaydi. Kofirga berishga bo'lmaydi-ki, İslam diniga, İslam dininin zerriga, İslam dininin taraqqiyotiga to'sqinlik qilgan har qanday bir shaxs, har qanday bir o'rin, har qanday bir jamiyat, har qanday bir o'ringa berishga qat'iy bo'lmaydi. İslam dininin asos, İslam dini qonun qilaman, haqni yetkizman, Qur'on yetkizman, elsin yetkizman deydigan unda bir organ bo'lsa, uniki o'rniga demokrat yoki ilmoniy yoki sotsial, yoki kapital, yoki artist, yoki olmaydi podshohlik deydi. Yoki olmaydi u bu yerga men aşağıda meni taraqqiy qildirish, shu pul aşağıga qashlab qilaman. Yoki olmaydi tashviqot o'rinlariniki o'zida islom dinini asos qilgan tashviqot organlari emas. Buni asos qilmaydi. U tashviqot, masalan, radio, televizion qanday yamdi, u undaq qilmay xalqning axloqini buzadigan. Shundaq seriq day, naqsh muzika, Müslümanların ahlakını bozup İslam dininin Müslümanların itiqadını suslaştırdıgan, Müslümanların ahlakını bozduğan, onu dinine itiqad qilib suslaştırgan, hakaretleydigan dininin muşu təvədik bolğan hər qanday təşviqat orunlarına berishga bo'lmaydi zakatni. Şundan bunu dikkat qilish kerak. O manda qiladi, anda qiladi deb o tapqan pulning o'zini nereden tapdingiz deb uni so'rab olganda bir senetini tatib qiyomatda nega verdiniz deb uning so'ri bo'ladi. Men o'zimniki ma dunyoda kimga versam mayli deb unda ish shu bo'lmaydi. Mushu dunyoda qan shu tug'ilib o'lganga qadar qan har bir harakatingizniki, har bir ishingizniki hisobotini shu bersiz. Unda ondan keyin
Mene hazırki radyo hazırki vaktimiz üzerinden muşundak mene dinni suiistemal kılıdığan, dinni özündeki menfaatini ticaret olarak aylandırıp algan. Mene Şarkı Türkistan'daki davasını muşundak hakaret keuni suiistemal kılıp şu arkalı xahniki zakıtını jigip, men maaşını kıvatmen dep, ya ki men alim, ya ki neyim dep, şu kılış arkalı özündeki şahsi menfaatini dinninki o'rniga açıp, dinni resmi bir alet kılıp, u çağınızda turmuş köçürüdüğün bir alet, bir xil işip kalgan olsa, u çağınınki özüde bundak yerge zakatını berişki bolmaydı, okup dur. Muşta koymuşlar var. Başında dinni ayet yerisi okup durup, xahni aldap жүрüp, nazuk, sezgül, vicdanlık takışıdığın bir meseleler var. Mene şu fırsattan, aşındak imtiyazın paylanıp, şunda bir buvatka işini paylanıp, yaman maksiyatdaki adamlar var. Mene şu adamınki, mene unuğa zakatını berişki bolmaydı. Şunu da Müslümanlarınki cemaatini, birligini bilim kıldıgan, bölüdügan. Müslümanlarınki birligini büyülüp, mene ittifaqlığın buzğunçılık kılgan, mene birligini, beraberligini buzup açıkıp ayrım bir grup yoki ayrım bir cemiyet yoki ayrım bir yani kılıp unda turvalga adamniki üzge men anda qildi, munda qildi, ubda ish qildi deb o'tirib, o'chanın özü limqi olmaydı, onun zakatı şu belgilanmaydı. Çünkü cemaat Peygamber sallam nima degan? Cemaat hidoyatning ustida bo'ladi degan. Yani Ahli sünnet ve cemaatinin itiqadı asası olan, ahli ilmini merkezleştirgen, aşı nime bu hakiki cemaat oldu Peygamber sallam degeni. Mene bulağa berimiz o zakatını, şunda yagi çok berimiz. Ama onun karşı bölgünçilik, koymuçilik, aldamçilik, kazzaplık adamga zakatını bilip durup berişki çok bulmaydı. Ama muşuna bir ötüp aldaptığında kirayırken uçağın üzerinde bilip kalgan olsak, bilip boğan deyiki ki ada olurdu. Meyli o, tügüdü o ki. Xo'sh, unda bo'ladigan yuqorida hamda zakatni ashta o'ringa nima qilish bo'lmaydigan, berish shu bo'lmaydigan. Ega deydimdi. Bir adam bir zakatini bir zakatninki o'zini bir kambag'al odamga shu nisab yetkidek bir pulni beribdi. Mesela bir kambag'alga, bir odam ya miskinga, yoki qarz egisiga, yoki olmaydi Allah'ın yolunda iş kıvatkan adamıga, mesela nisabga yetkidek bir pulni çok beribdi. Mesela kanda 40 bin lira. Mesela 45 bin deydi, bu şu günün üzerinde hazır. Yoki olmaydi 4,5 bin dolar. Yoki olmaydi 4 bin euro. Degandek aş pulniki hemmisini o adam. Yoki unudan cık. Mesela 10 bin lira, 10 bin dolar, 15 bin dolar bir adamın imketip de bir vatkan bolsa, uçağın üzbü nime o duruz. Çünkü bu zakatı berişki asas maksat o adamniki kambag'alligini nima qilishini yo'qotib, o adamni boylik holatga akilib, o adamni zakat beradigan holatga akilish. Bu nima o? Durus. Lekin bu nima qilindi degandek obdan cho emas. Aş adamning ehtiyojı yetkidek mishtaq berib qo'ysa, bu uchun bu bo'ladi. Chunki bu adamning emas ya o yerda, yani kambag'al, miskin, qarzda yani ihtiyacı var adamın özü bu adamın bulmaydı. O başka adamın nisbet 8'e oran, onun hakkı var. Ama onu bir ülgücü o adam bir vassak, uçağın özü demek olmaydı, diyenden uçtan çok bulmaydı. Ama o başka adam başkalar verdikken, onu bunu verdikken, ama bu adamın pek ihtiyacı pek yok iken, onu diyor bu adamın ki hazır teni sağlam. Eğer baykıp kalsak uçağın işlep bu adam pul tepki kalsak uçağın özü bersek ne buludu? Duruş çok buludu. Şu zakatın ki özünün mesela nisabga yetmegen bir adam barken o adamniki özü teni sağlam hem işleydiken hem ticaret kılırken işlerken bir yer işlep durup ama o adamniki kol ilki nerse nisab yetmeydiken. Mesela 30 bin TL pul varken ya ki 3,5 bin dolar pul varken yani o bankada o yerde turduğun ama o pulniki özü nememegene nisab yetmeydi yani. Nisab yetmeyi o adam teni sağlam. Ama iş kılmasa iş çok bağ. Ticaret kıvadıdı, bir yer işler vardı, bir iş kıvadıdı. Kıvatkan bolsa yine şu adam gibi yine zakatını bersek nima o duruz. Çünkü bu nima o kambag'al. O bir adamın İslam dininde kambag'al bay ekanligini ikisini o'ttirsini araydigan o'lcham nima? Nisab. Kimki nisabga yetgan pulga ega bo'lsa, o bay bo'ladi. Bizim örf adetda unday emas yani. Örf adet o başka. İslam dinimizdeki kanununda kimi ki muşun nisabga ega bo'lgan pulga ega bo'lsa,
Yani 40 ming hozirgi kunda 45 ming TL yoki 4,5 ming dollar yoki 4 ming euro. Atrofida yani 85 gram qarshilığida ya 85 gram oltin bo'lsa, o adam islom dinini boy deymiz. Bu boy bo'lgandan keyin o adamniki zakat erish qat'iy dursamaydi. O adam nima berishga bo'ladi? Zakat berish vojib bo'ladi. Ana bo'lgandan keyin o adamniki puli 85 gram oltin yoki uni qarshilab pul ega bo'lmagan bo'lsa, ammo puli bor. O sağlam. O çağda yüzde bersakçı o nime onu duruz. Oy bulmaydı o desakçı bulmaydı. Hem de hoş bu bunda bir iş oldu. Hem de bu mezmunma hem tügedi. Hem de bir adam bir zakatın yüzünü ma adam kemgalken dep guma kıpçı biripti. Do karab bakıp ben bir şu benim okumaydıgan ben bunu okumaydıgan kemgalar bir adamga bir ayda bir ketse ya bazarcık adam ayağının yüzünde karab şu guman bu adamniki özünü mi qıptı, biripti. Bağandikin o adam bay çıkıp kepti. Zakatın ağa adam. Yoki Haşimi çıkıp kepti. Yani Peygamber'e puştidin. Bu kepti. Yoki o adam o zakatniki özünü. Mene bir karangılı bir adam biriptiken, karangılı bergendeki kapkaran kezde, onundaki karapaksa bu ağa adamın özü bu adamniki nimisiken atsa yoki menimiken oğlu çıkıp kepti. Karanlık bunu. Şunu da biripti de hem de. Ben kendine karab baksa ya atsa ya ki oğlu çıkıp kalgan olsa uçağın üzerinde bu nime onu duruz. Oy bu zakat ben bombaydı eki zakat hep ev olamaydı. Çünkü bu doğru Peygamber medisi var. O adam niyet kılıp ben zakatı verdim de niyet kılıp şu adamga gumanınki en yukarısına yakın buldu. Bu yakınga ergeçken buldu. Bu nime o teherrikan buldu. Bu duruz. Ama onu dikin o adam hem de Atisya bazı çıkıp kaldı onu dedi ki vay bu yeyme ya yemeymen dese yüzün işi. O adama hem de en yaxşısını kılması gerek. Yani aşında bazısınınki ya ki bir bayınınki zakit olgan diken o adam bay olgan diken onun için yemesi gerek. Ama zakat belge adamın dedim konuda uçağınıza yetiyor. Şunun için zakatı belge adamınki Kur'an-ı Kerim'de diyen aş şartı asasen anlamak için şartın sıfatları hemen dep olgan diken yeni zakatın berdiği adam yine aşu yine şart koyup zat zakatın bak ihtiyacı varsa, ondak yer varsa, mandak yer varsa tavsiye kılış bu makbulçu emas. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne berişini boğan o yerde depçu boğan. Bunun kartta insanların hiç kandak tavsiye kılışı şart koşu duruşçu emas. Eğer şu belge vaktimizde o adamınki mesela azı kulluk devri yok ya kulu ya ki mukateb çıkıp gitti. Uçağınızın ememesi o dursanız. Karabas keçse bir adam beripti ama kulu verip ketdi. Yoki mukattab qilgan bir kulu verip ketdi de berga chiqib qolgandan keyin o'chaningizda adam voy arsi anglaydi da voy ya kuludun o'qidi. O mushta bir adam zakat verdi, manch pul degan hemen beribdi deb o'qigandan keyin darhol o adam az zakat qaytadan berish kerak. Qaytadan bermesi çok bo'lmaydi. Xo'sh, aslida zakat ashu nerede o adam bo'lgan bo'lsa, shu yerdagi insonlarga şu etrafındaki, şu mahalledeki, şu yüzdeki, şu rayondaki kişilerge aş zakat düşerek bir iş gerek. İşte bu bir iş gerek. Benim ma adamın yüzü ma mahallede, ma rayonda, ma jutta turup, ma milletin iş turup bu adamın yüzü zakatını başka bir yere, başka bir jutka bir iş küçük bulmaydı. Çünkü o adamın yüzü bayılışta aşağıdaki insanlarınki malum bir sebebi değil. Aşağı adamlar o adamniki melini elip, işini kıp verip, müştak kıp kılmışsa, o adam kandak bay oldu. Bay olamaydı. Ama o ki bu zakatın yüzü etrafındaki adamlarken, yüzün milleti için bir iş gerek. Yetkeş gibi olmaydı. O millet, ma millet deyiş, bu diyende nememesi o, obdan çok emes. Hem de, yetkeş gibi dursamaz, ama yetkeş. Ama o adamniki ma şehirden başka, yeni bir şehirden emi varken, tukkunu varken. Mesela hazırki yavrular yolda hazır vakit gedek. O canın yüzde o yakın tukkan mesela akraba mesela Uygur milleti hemze bir tukkan buludu. Ama muşu milletke o canın yüzde onu belse o nime o duruz. Ama onda kılmay mayada yüzünki tukkanları yüzün etrafı juttu da ihtiyacı var. Ya ki yeni bir yerde nemesi var, yeni bir şehirde tukkanı var turup yeni maşadaki başka tukkan olmayan başka bir milletke, başka bir kişilerge birişinin yüzü bu nemesi o duruşçu emes. Ya ki yani o adamdaki yüzdeki şehirdeki insanlardan başka yerdeki insanlara pek ihtiyaçlıkken. Uçağınızda andaki yüzdeki mahallesindeki şehirdeki kişilerge vermeyin. Uçağınızda en ihtiyaçlı olan
shu joydagi kishilarga nima qilish kerak uchun o'zidan ba'zi cho'p bo'ladi. Bo'lmasa bu ishdan xoli vaqtning o'zida zakotni boshqa bir shaharga, boshqa bir millatga, boshqa bir rayondagi kishilarga yo'tkab olib bunda qilish qat'iy tursa emas, ash o'rinniki o'zida yashayotgan, ya'ni o'zida nima qildi u yerdan berdi deydi. Unda o'zida men hozir endi zakotni nega beramiz? Qanday yerga nima qilmaymiz? Bermaymiz. Men mushniki hammasi Qur'oni Karim Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki yedisini asos qilgan nima u gap. Unda o'zida hammamizni Alloh taolo men shu Qur'oni Karim hadis Rasululloh bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi olim, ulamo, mujohid, muxlis, ota-onasiga vafodor, nima desa ma'qullaydigan din uchun, millat uchun, vatan uchun mana kurash qilgan, xizmat qiladigan mana yaxshi odamlardan qilsin. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.